Hemen de bu suyuqluğumuzu to'laqdan aldık. Bunu gül xaltamızga ilib, epğanki uçur azraq kesip etib, andan bu şu xil qiliblarimizga agar bu xil bo'lmasa, qanday qilib bo'lsin mayli. Agar hech qanday qilib bo'lmasa, do'xobkingizning siga dumbilaq holatda siqib chiqarib tushasangiz bo'ldi. Mushta siqib chiqarib olamiz. Andan buni qizitilgan do'xobkada 190-200 gradusda 20 minut pishiramiz. Ya'ni 100 azraq qizarg'ichlik pishiramiz. Mana buni siqib chiqarib bo'ldik. Siqib chiqarib bo'lgandan keyin buni 4-5 qatim ko'tarib tashlasak, usti silliqlandi. Amca qizilgan duxovkaga solib pishirib olamiz. O'choqcha shokoladlarimizni eritib, yana bezak badalani tayyorlaymiz. Mana bu pishib chiqdi, qaranglar. Alomat ko'pibdi bu, Bek do'ng ko'p ketgan yerlarni azroq kesib tuzlasak bo'ldi, Eritilgan shokoladga, ya'ni bu shokoladga men azroq sayriq may, oq shokoladga suv may, qora shokoladga sayriq may aralashtirib eritdim. Shu suyuqroq qildim, sayriq may jiqroq silib eritdim. Bo'lmasa pek oson qaytib oldik. Shundaq bir tarafini shokolad qilib bo'lgandan keyin har xil 4 kompyuter bilan bezib oldim. Agar bunda 4 kompyuter bo'lmasa, shokolad qilib bilan qo'ysanglarmi, bo'laverdi. Shokoladni bo'lmasa, chilmasanglarmi, shu pishiriqdan o'zining ta'milam shunchalik xushpuroq, shunchalik yeyishlikka hech qanday shu bezak qilmasanglarmi, shunchalik chiroyli ko'rinadigan, shunchalik yeyishlik bo'lgan pishiriq. Shundaq qilib men bezash usulini ko'rsatib o'tdim. Her xillari yalnız qilib bezib olsanglar bo'ldi, juma. Mana maxilni yerimni oq yerimni qora qilib qildim. Oq shokoladning ustiga qora shokoladning ustiga oq shokolad temitdim. Mana pishiriqimiz tayyor bo'ldi. O'zi shunchalik yeyishlik, shunchalik xushpuroq bo'lgan pishiriq. Chiroyli chiqibdi-mu? Sinab beqishinglarni umid qilaman. Do'kon ochirganlarmi shu o'lchamni cho'ngaytib qilsanglar bo'laverdi-mu? Shokolad bilan bezsanglarmi bo'ldi. Bo'lmasa, tanarxi eshib ketib qoldi, dars tamom.